O'zbek estradasining yorqin vakillaridan biri, bugungi kunda har bir qo'shiqlari xit darajasiga chiqayotgan Hamdam Sobirovning otasi kutilmaganda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinish berdi. Azizlar, videoni oxirigacha ko'ring, eng qiziq va eng so'nggi yangiliklar faqat bizning kanalimizda. Xonanda Yulduz Usmonova va Hamdam Sobirov birgalikda taqdim etgan Daryo Daryo nomli yangi qo'shig'ining premyerasi iliq va samimiy ruhda o'tdi. Tadbir davomida kutilmagan holat sodir bo'ldi. Hamdamning qizi va otasi sahnaga chiqib, ijodkorlarni qo'llab-quvvatladi. Hamdam Sobirovning otasi sahnaga ko'tarilib, san'atkorlarga dil so'zlarini aytdi. O'g'liga samimiy duo qilib va sahnada barcha uchun ezgu tilaklar bildirib, tadbirga o'ziga xos mehr va katta hurmat ruhini bag'ishladi. Tomoshabinlar bu lahzani olqish bilan qarshi oldi. Yulduz Usmonova ham ushbu samimiy daqiqalardan ta'sirlanib, otalariga bo'lgan chuqur hurmatini bildirib, Hamdamning otasiga o'z minnatdorchiligini izhor etdi. U san'at yo'lida ota duosining naqadar muhimligini ta'kidladi. Premyera jarayonidagi ushbu iliq uchrashuv ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otdi va muxlislar ikki san'atkorning yangi duetini iliq kutib olishdi, deyiladi xabarda.